Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana bugungi mavzumiz Nexia 1. Shu mashinani qaymoq rang krashinni salyoq buyoqlarda kraskasi bor. Shu mashinani chiroyli qilib oq rangga bo'yab berishimiz kerak. Mayda juda chaqir-chiqishlari bor. O'sha ish jarayonida ko'rsatib boraveramiz. Hozir telefonda kichkina valnachalar, donachalar ko'rinmaydi. Bo'ladigan ishlarni ko'rsatib boraveramiz. Mana korroziya endi chiqyapti mana. Xudo shularni olib tashlab chiroyli qilib oq rang qilib bering deyapti. Birdan chiroyli qilib oqqa bo'yab chiroyli mashina qilib beramiz. Oqqa bo'yaganda qancha xarajat ketadi, necha kunda ish bo'ladi, hammasi haqida to'liq ma'lumot berib o'tib ketamiz. Mashina yaxshi, u sostenalari yaxshi. Bunday bir ezilgan mashina emas. Mana salonchalari ham akkuratni turibdi. Xudo shu mashinani chiroyli qilib beramiz. Mana Nexia'miz bizga chiroyli tekis ko'ringan narsa. Mana hozir ochib oldik mana. Narigi tomondan o'tib ketib boryapti. Mana chirib ketgan. Mana shunga spesialni kirlardan kesib taylagan sog'imiz bor mana. Shu joyini shunday yopadi mana. Mana figura chiroyli kelyapti bir xil. Mana bu joyiga ichki tarafdan ingichka qilib planka beramiz. Ichki tarafidan ingichka qilib planka beramiz. Chiroyli chiqadi. Buni yamamasdan turib shpakilovka bilan, valaknisi shpakilovka bilan to'ldirib yasasa ham bo'ladi, lekin 4 kundan keyin yana bo'ynagidek giribok bo'lib ishib chiqaveradi. Chunki mana zang shpakilovkani olmaydi. Ko'pchilik ustalar ichini tozalamasdan turib shpakilovka qilib yopib chiroyli qilib yuboradi. Vaqtincha u. Mana oldin ham shunday qilib bergan, mana yana shunday giribok ko'tarib yuborgan. Hozir xudo xolasa biz qilib beramiz. Bu tomonlardan giribok chirigan joylari bu tomon yonboshlaridan chiqmasa, mana shu joydan chiqmaydi xudo xolasa. Anladın? Ana xudo xolasa mana raqchalarni hammasini chiroyli qilib kulturni qilib yasab oldik mana. Planka berib, sang chiqqan, chirigan joylari hammasi yopilib ketdi. Mana endi malyarka ishini boshlasak ham bo'ladi. Mana mashinani zazorlari qisqa bo'lib qolgani yo'q. Mana standart katta kelyapti. Hozir mana bu raqchasi shpaklovkadan kulturni qilib yasalgandan keyin hamma joyi bir xil keladi. Mana bu mashinamizning bu joyi ham bor. Buni ham qilishda hozir chiroyli qilib ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana xudo xolasa bu joyimizga ham kulturni qilib mana tunukacha soldik, mana figura. Xudo xolasa buni sirtidan emas, ichkari tarafdan. Ichkarisidan qo'yamiz, xudo xolasa mana ichkaridan shunday keladi, joyiga o'tiradi. Mana Nexia'mizning ikkinchi tomoni ham xuddi shunday mana tashqi qilganimizdan keyin tagi ko'rinib, mana narigi tomonidan ko'rinib yotibdi. Chirib qo'ygan mana. Xudo xolasa bu tarafimizga spesialni shu kirlo ko'sog'i bor edi. Mana kerakli joyini mana kesib, chiroyli qilib qo'yib, zazorlarni qo'yib beramiz. Mana Nexia'mizda shopir eshigini hozir mana olib tashladik chirigan joylarni. Chirigan joyini olib tashlamasdan keyin takdan ko'taraveradi. Nariyoqda ikki tomoni ham ko'rinib yotibdi. Xudo xolasa shunga chiroyli mana mashinani o'zini tunukastidan planka qo'yib ichkaridan berib chiroyli qilib beramiz.
seksiyamizda orqa eshigi. Tagini mana chirik joylarni, chirik bo'lgan joylarni o'pshi mana zang chiqib o'tgan joylarni kesib olib tashladik. Kichkina joyda ham katta qilib degan gaplar bo'lishi mumkin, lekin mana bu ko'ryapsiz, mana o'zida turgan tunukas. Buni foydasi yo'q, umuman foydasi yo'q. Ustidan qoplasangiz ham foydasi yo'q. Ertaga chirik ko'tarib chiqaveradi. Mana ko'ryapsiz. Mana ichki taraf. Buni iloji yo'q. Mana bu ichki taraf mana hozir ochildi, svobodni bo'ldi. Ichlar chirigan joylari mana zang chiqqan joylar tachit bo'ldi. Ichidagi bor musor tushib ketdi, mana musorlar yerda. Musorlar tushib ketdi. Mana teshik narigi taraf chirigan joyini ham olib kelyapmiz mana. Xudo xolasa ichkaridan hozir bitta plankani, shu sil plankani tushiramiz. Chiroyli qilib vard qilamizda, undan keyin shpaglovka bersak, ertaga bu yana moda 4 kunda shishka bo'lib chiqib, korroziya hosil bo'lmaydi. Xudo xolasa jarayonni kuzatib boring, chiroyli qilamiz. Ana xudo xolasa hammasini yig'ib, o'zi malerkaga tayyorlab oldik. Malerkani boshlaymiz endi. Olinsinlar, qirlar, turin. Mana hozir yuyapmiz, mana bular ochilgan holatda yuvilyapti. Mana ichkari tomonlari polni, kir, hammasi chang, hammasi ketyapti mana. Karchi bilan napor bilan urilyapti. Ochilgan mana neksashimizda mana bu joylari ko'rganlaringiz yorilib yotgan. Mana varit qilib o'sha bostik qilib chiroyli qilyapmiz mana. Ishlari zanglagan joylari. Mana bu joyiga zavodga germetkazni ham hozir chiroyli qilib yasayapmiz. Ko'rinish zavod bo'ladi. Juda qo'pol qilib surtdik. Mana bu tarafi yaxshi turibdi. Mana bu taraf ham sal mana bu joyi g'o'jalaroq. Buni ham ko'ltirma qilamiz. Past qismlari yaxshi. Bu tomoni yorilganida ham juda g'o'jalaydi. Hozir mana kulturni qilib surtib chiqdik. Endi tekislab o'zimiz cho'tkalari bor qo'yamiz. Mana yorug' joylari ichkaridan varit qilib, mana bu joylarigacha varit qilgandik. Mana hozir germetika bostik surtdik. Mana hozir surtilgan, tekislab kulturni qilib chiqamiz. Endi mana yorug' joylari ochilgandan keyin aniq. Mana bu joylari ham mana varit bo'lgan, zang chiqqan. Zanglarni balgarka bilan o'tib, yana jirining cho'tka bilan o'tib, ustidan mana bostik surtib, buni ustidan germetika sepamiz. Xudo xolasa zanglamaydi, chirimaydi. Mana pollari ham hammasi ochib. Meksiyan tekin kasali mana orqa mana oldidan varit qilgan, yana olib tashlagan. Sho'mazlar qilib tashlagan ustidan ko'rinmay qolgan. Hozir mana ochib, yana varit qilib, endi tashit qilib kulturni germetika surtamiz, ustidan biz ham gerigan qilamiz. Garantex narsani sepamiz. Sho'mazlatsa degan narsani hozir vaqtida ham bir tushuncha berib o'tamiz. Mana Nexia'mizning bagajini ichi har doimgidek zang chiqadigan joylari zanglagan. Hozir bizlar o'sha zangini olib tashlab, mayda chaqa-chuqasiga ozgina shpaglovka bo'lyapti. Mana bu ichkarilarigacha, mana bu joylarigacha mana zang chiqib ketgan. Xudo xolasa shuni chiroyli qilib beramiz. Nexia'miz
Mana skalatka bo'lgan pod radiator tagi. Bu ham Nexia'ga уже sal tekkandan shu joyi qayriladi. Uni qayrilgandan keyin mana bu yerlarda ham ozgina cho'ktiradi-da, bufer zazori osiladi. Bufer zazor osilishi ham shuning sababi bo'ladi. Mana ikki tomon ham mana даже mana bu skalatka bo'lib yorilibdi ham. Aniq ko'rinadigan bo'lsa, mana Xo'lasa shuni tortib chiqaramiz. Boshla. Mana hurmatli kanalimiz a'zolari, bu qaymoqxonaning Nexia 1 emas. Buni Nexia 2 qilishga qaror qilib qoldik. Birdan ham oq, ham Nexia 2 qilyapmiz. Nexia 2 ga qancha xarajat ketadi hammasi haqida bir chiroyli video qilib beramiz. Hozir mana podgonka bo'lyapti oldi. Nexia 1'imiz xudo xolasa malerkaga gruntovkaga tayyor bo'ldi. Malerka ishlari boshlanib mana. Nexia'miz o'zi pashta kraskaga tayyor bo'ldi. Mana o'ralyapti hozir.
Bu mana ham qimmat ham sifatli. Issiq sovuq o'tkazmaydi. Hali shumda ham ancha qaytaradi. Mana bitta lesi necha pulga 70 ming budi? 70 ming so'm bitta lesi, tomga ikkita les ketadi. Mana Nexia'mizda zamoklari rosa bo'lib ketgan, xudo xolasa shuni chiroyli qilib tozalab qo'yamiz. Mana Nexia'mizda ichkari tomonga mana Grand Tex ko'ryapsiz, даже qalin sepilgan oq darajada qalin, har bittasini ichiga bittadan sepdik, shu zang bo'lib chirib ketmasligi uchun mana taklar hamma joyiga bir tekisda sepildi. Xudo xolasa endi buni ustida mana bu joyidan shumalizatsiya bo'la oldin ko'rsatganimizdek, shumalizatsiya qayerdan bo'lishini chiroyli ko'rsatamiz. Mana Nexia 1 chamiz yo'g'i, bu Nexia 2 bo'ldi aytganda, Nexia 2 chamiz mana xudo xolasa polirovkaga tayyor. Hozir mana bolalar shogirdlar o'ryapti. Polirovkani boshlaymiz. 2000 lik najdak bilan polni olib chiqdik. Kraska bo'lgan narsani 2000 lik shkurka bilan olish обязательно shart. Baribir havomizda chang bor, boshqa bor, ustiga kraskani ustidan ozgina tushadi. Shuning uchun 2000 talla najdak bilan olinadi. Keyin 74. Juda ko'pchilik so'raydi, qanaqa polirovkadan foydalanasiz? Birinchi sloyga 74 dan kraska bo'lgan narsaga 74 dan yaxshisi yo'q deb o'ylayman, meni fikrim. Ikkinchi sloyga 89 dan foydalanamiz. Mashinacha o'zi 74 bilan normalda chiqadi. Mana bu shkurka chizig'i hammasini yo'q qilib beradi 74. 89 blyusk berib chiroyli bo'ladi. Mana 74 polirovka idishlari mana shu. Mana oxiri 74, mana 09 374. Shu polirovkadan foydalanamiz. Mana gubkasi jostki gubkadan foydalanamiz. Birinchi sloyga jostki gubka bilan qilinadi, ikkinchi sloyga mягкий gubka bilan qilinadi. Ishga turtasi mana shuncha bo'ldi. Kusog'inda mana qo'yilyapti hozir. Mana hurmatli kanalimiz a'zolari, Nexia 1 mashinamiz endi Nexia 2 bo'ldi. Mana shu holatda mana blesklari hammasi joyida, zazorlar hammasi hozir chiroyli qilib ko'rsatib o'tib ketamiz. Mashinani sirtqi ko'rinishi, polni sirtini obzor qilib berib, keyin tushuntirib o'tib ketamiz. Rangi qaymog'ida Nexia 1 da 2 bo'ldi, oq rangga sepildi. Keyin eshik zazorlari, krilo zazorlari, hamma zazorlari bittadan ko'rib chiqildi. Xo'sh, mana bir boshdan ko'rsatib boramiz.
Mana tak qismlari chiqib oladi Nexia mana. Yonboshdan ko'rinishlar. Mana orqa bagaj zazor. Orqa bagaj zazori katta. Chunki uni o'zgartirib bo'lmaydi, faqat orqa bagaj olib kelib qo'yildi. Mana ikki tomoni ham bir xil katta zazor. Mana yonboshdan ko'rinish. Xo'sh, yana nimalar olindi bunga? Xo'sh, Nexia 1da 2 qilishga qancha xarajat ketadi deganlarga 5 million so'm rasxod bo'ldi. Faqat Nexia 1da 2 qilish kerak bo'ladigan bo'lsa 1 million kraska material bilan 6 million ketadi. Lekin bu mashinaning rangi qaymoq edi. 6 million ketdi. Bu rangi qaymoq rang edi. Qaymoq rangda oq qilishga kraska materialiga 2 million so'm pul ketdi. O'sha bunga qilgan ishlarimiz video davomida olib boringan. Polni mehnat haqqi 5 million so'm bo'ldi. 5 million Nexia 1da 2 qilishga xarajat ketdi. 10 million xarajat qildi bu mashinaga. Kraska materiali bilan 12 million so'm rasxod bo'ldi. Nexia 1 2 bo'lishiga va mana shunday oq chiroyli rangga kelishiga 12 million so'm rasxod bo'ldi. Endi bu yerda elektroboronni motor xonalari ham elektroboronni ham yechilib qayta terildi. Nexia 1ga 2 ustanovka bo'ldi. O'shalarda ham hammasi hisob-kitob bo'lyapti. Endi har bittasini bitta aytib o'tirmadik. Shu so'mma qilib aytdik. Mana salonchalari ham 2 bo'ldi. Mana nafshivkalar 1diki, birinchi pozitsiyaniki. Bizlar 2nikini qo'ydik. Bu yerda probkalar bor, endi qo'yiladi. Mana torpedasi ham yaxshi torpedadan qo'yildi. Mana rullari o'zi bor edi. Salonchasi el turibdi, yaxshi turibdi. Bu mana hurmatli kanalimiz a'zolari, Nexia 1 mashinamiz endi Nexia 2 bo'ldi. Mana shu holatda. Mana blesklari hammasi joyida, zazorlar hammasi nozik. Chiroyli qilib ko'rsatib o'tib ketamiz. Mashinani sirtki ko'rinishi. Polni sirtini obzor qilib berib, keyin tushuntirib o'tib ketamiz. Rangi qaymoq edi. Nexia 1da 2 bo'ldi, oq rangga sepildi. Keyin eshik zazorlari, krilo zazorlari, hamma zazorlari bittadan ko'rib chiqildi. Xo'sh. Mana bir boshdan ko'rsatib boramiz. Mana tak qismlari chiqib oladi Nexia mana. Yonboshdan ko'rinishlar. Mana orqa bagaj zazor. Orqa bagaj zazori katta. Chunki uni o'zgartirib bo'lmaydi, faqat orqa bagaj olib kelib qo'yildi. Mana ikki tomoni ham bir xil katta zazor. Mana yonboshdan ko'rinish. Xullas, mashinaga ketgan xarajatlarni aytib ketamiz. Nexia 1da 2 qilishga qancha xarajat ketadi mavzumizga. Yaxshi mashina chiqdi, mana xudo xolasa. Narxlar bilan birdan aytib ketaveramiz. Bu yerda ikkita fara o'zgardi. Ikkita fara original 1 million 300 ming, bu 700 minglik fara. Ya'ni patarginal fara qo'yildi. Ablisopkasi 60 ming so'mga olindi. Old orqa buferi 300 mingdan 600 mingga olindi. To'mankani qancha oldingiz? To'mankasi mana lupali to'manka 250 mingga olingan. 250 mingga olindi. Orqa stop ikkitasi original qo'yildi 600 ming so'mga. Zadni bagaj rabotchi qo'ydik 300 ming so'mga. Xo'sh, torpedkani 1,5 million so'mga oldi. Zibori torpeda, zibori obshivka 1,5 millionga olindi. Ikkalasi 3 million bo'ldi. Xo'sh, aytganda birinchi pozitsiyanikini oldik, 1 millionga olindi. Mayda cho'dasi bilan 1 million bo'ldi. 800 mingga obshivka olindi. Mayda cho'da mana bu knopkalar bittasi, ikkitasi ishlamay ekan, shular bilan 1 million so'mga tushdi. Obshivkani luksi 1,5 million so'm ekan. Shunga hozir sal chalg'dik. Xo'sh, yana bunga xarajatlar. Molding belboqlar olindi. Molding belboqlari polna 100 ming so'm turadi. Xo'sh, yana nimalar olindi bunga?
Xo'sh, Nexia 1da 2 qilishga qancha xarajat ketadi deganlarga 5 million so'm rasxod bo'ldi. Faqat Nexia 1da 2 qilish kerak bo'ladigan bo'lsa 1 million kraska material bilan 6 million ketadi. Lekin bu mashina rangi qaymoq edi. 6 million ketdi. Bu rangi qaymoq rang edi. Qaymoq rangda oq qilishga kraska materialiga 2 million so'm pul ketdi. O'sha bunga qilgan ishlarimiz video davomida olib boringan. Polni mehnat haqqi 5 million so'm bo'ldi. 5 million Nexia 1da 2 qilishga xarajat ketdi. 10 million xarajat qildi bu mashinaga. Kraska materiali bilan 12 million so'm rasxod bo'ldi. Nexia 1 2 bo'lishiga va mana shunday oq chiroyli rangga kelishiga 12 million so'm rasxod bo'ldi. Endi bu elektroboronni motor xonalar ham elektroboronni ham yechilib qayta terildi. Nexia 1ga 2 ustanovka bo'ldi. O'shalarda ham hammasi hisob kitob bo'lyapti. Endi har bittasini bitta aytib o'tirmadik. Shu so'mma qilib aytdik. Mana salonchalari ham 2 bo'ldi. Mana navshifkalar 1dagi, birinchi pozitsiyaniki. Bizlar 2nikini qo'ydik. Bu yerda probkalar bor, endi qo'yiladi. Mana torpedasi ham yaxshi torpedadan qo'yildi. Mana rullari o'zi bor edi. Salonchasi el turibdi, yaxshi turibdi. Bizni kuzatib boring. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Любой аварийный mashinalar olamiz va sotamiz. Topib berganga $100 sovg'amiz bor. Bizda manzil juda ko'pchilik so'raydi. Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Kumushkin jamoat xo'jaligida. Hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar.